Angliya Davlat İçki Axbarat Organi M15 bir Xitoy advokatining Angliya parlamentida Xitoy hukumatiga vakolatan ishpiyonlik qiladiganligini ogohlantirgandan keyin Xitoy buningga inkos qaytardi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotida M15 ning ogohlantirishi ba'zi kishilarning shaxsiy farazlariga asosan vahima paydo qiladigan bayonlar deb tasvirlangan. Angliya istixboroti Li familiyalik ayol advokatning Xitoy birliksab hukumati bilan birlikda harakat qiladiganligini, Hong Kong va Xitoydan kelgan pullarni parlament a'zolariga iyoni shaklda berdiganligini o'tirib qo'ygan edi. Ukraina prezidenti Zelensky Amerika prezidenti Joe Biden va Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uch taraf shaklda ko'rishni o'tirib qo'ydi. Amerika taraf bu yig'inga ijobiy inkos qaytargan bo'lib, Rossiyaning inkosini kutmoqda ekan. Ukraina prezidenti ishxonasining boshlig'i yig'inning silliq shaklda elib berilganligini ko'rsatdi. Xitoyning ig'ir kishilik huquq dafsandichiligi bo'lib Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchiligi sababidan 2022 yillik Beijing qishloq olimpik tanharakat musobaqasini diplomatik boykot qilish chaqiriqi ko'paymoqda. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti 2 oyda Xitoyda o'tkazilgan qishloq olimpik tanharakat musobaqasidan ilgari har qaysi davlatlarni diplomatik boykot qilishga chaqirdi. Amerika, Angliya, Kanada va boshqa bir qism davlatlar Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligi sababidan Beijing olimpik tanharakat musobaqasini diplomatik boykot qilganligini e'lon qildi. Qozog'istondagi namoyish va zo'ravonlik sababidan 5 yanvar butun mamlakatda e'lon qilingan jiddiy holat yana 4 rayonda bekor qilindi. Qozog'iston prezidentligi chiqargan farmonga asosan 14 yanvardan boshlab Chimkent shahri bilan Turkiston, Qaragandi va Sharqiy Qozog'iston qatorliq o'lkalarda jiddiy holat oxirlashdi. Rossiya Federatsiya bexatarlik idorasi Ravil deb atalgan xalqaro xakerlar guruhining a'zolarining Amerikaning talabiga asosan qo'lga olinganligini va bu guruhining bechit qilinganligini e'lon qildi. Mazkur organning yozma bayonotida Amerika doiralarining Rossiya doiralariga xakerlar guruhining xalqaro shirkatlarga qaratilgan to'g'ri hujum haqida ma'lumot berganligi bayon qilingan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bir hafta ichida 6 o'rta sharq davlati va tashkiloti bilan ko'rishdi. Mutaxassislar Xitoyning bir hafta ichida Turkiya, Saudiya Arabiston, Kuvayt, Bahrayn, Oman va dengiz qo'ltiqi hamkorlik kengashi bilan bo'lgan uchrashishini Xitoyning energiya importiga kafolatlik qilish orzusi va bir balvoq bir yo'l tashabbusini kengaytirish urinishi deb sharhladi. Angliya Sahiyya ministri Javad payshanba kuni parlamentga mundoq dedi: Biz Angliyada karantin qilish vaqtini 5 kunga qisqartirishni qaror qildik. Dushanba kunidan boshlab COVID-19 deb diagnoz qo'yilgan kishilar 6-kunidan boshlab sirtqa chiqsa bo'ladi. Buning uchun 2-qatimliq tekshirish natijasi manfiy bo'lsa bo'ladi.